Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa dastavkalarimiz chiqib boshladi. Bu safargi videolarimizni to'y ataman deb yurganlar, keyin Addinni joya ko'chaman deylar, ko'rsa bo'ladi. Nechun endi bu safargi videolarimizda budjetliroq, bahosi arzonroq gilamlarimiz keldi. Shularni bir qator ko'rsatib, tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa bizning manzillarimiz Urganchda. Bandan kelaverishimiz Yangi bozor, Gurlan, Mangi, Dasbozor tarafdan kelaverishda 10 qo'llaringizda bo'ladi xudo xolasa. Banimiz endi eski mashina bozori. Dükanımızın içindeyiz. Qollarni bir qator tanishtirib o'tamiz. Videolarimizdan qisqacharoq bo'ladi. Shuning uchun videolarimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Dükkanda klientlarimiz ko'p. Prosta arzon gilamlarimiz geldi. Shularni bir qator ko'rsatib o'tacakmiz sizlarga. Xudo xolasa hozir yayamiz, hammasini ko'rsatib, chiroyli narxda deb beramiz. Sherzod yayasammi? Bu toza joychalara bakışım zor vazda. Yana. Feruza kaş, mavi sveti, sifati zo'ri, razmerlari eni 3,5, uzunluğu 5 metr. 17,5 kvadratlik gilam. Ponni bir xonani egallaydi. Bahosini hisoblab ber. 1 kvadratı 50 ming so'mdan bo'ladi. Sifati zo'r, sochaqli gilam, sochaqli yani so'rag'anlar uchun sochaqli gilam bo'ladi. 17,5 kvadrat. 875 ming so'm ishi durish ekan. 12 yancha so'mdan tushadi. Ayna 72 ming so'mdan tushadi. Ya Addinni joya ko'chaman deydi allaram. Bemalol kelib turib shulardan xarid etsa bo'ladi. Bahosidan ham arzon chiqadi. Undan tashqari sifati zo'r xudo xolasa. Tozaychilara bo'ladi. Yo'q, agar zo'rini olaman deydi Allah uchun ham zo'rini ham beraveramiz. Xudo xolasa qizil svet so'ragan yurtdoshlarimiz uchun bunda qizil svetlardan ham bor. Bu ajimiz 3,5 metre 4 metrlikimiz bu. Yay beksa. 3,5 metre 4 metrlikimiz bo'ladi. Qizil so'raganlar uchun qizili. Buni hisoblab ber. 14 kvadrat, ishi durishi 700 ming so'mga tushadi. 700 ming so'mni 12 ga bo'l. Ayna 58 ming so'mdan tushadi ekan. Bizlar telefonlar ko'p bo'lib turibdi. Budjetni raqamini so'rab turganlar ham bor. Qalınından ham beramiz, yubqasından ham. Ish qilib kimmi ko'nglini ichki odam bo'lsa, ko'nglini qarab, didini, fukusini qarab beraveramiz. Bu ajlarimiz ham bor. Bu 3,5 metre 5 metrlik bu. Arg'inga nisbatan uzunroq, to'liq katif yoy. 17,5 kvadrat, 875 ming so'm bo'ladi ishi durishi. Bir katta gilamimiz. Bala pul plastikosidan bo'ladi. Rossiyadan pul tushib turgan plastikosidan bo'laveradi. Buni necha so'mdan tushadi dedik? Ayna 72 ming so'mdan tushadi. Ayna 72 ming so'mdan tushadi ekan. Sifatlari zo'r. Kimga nechki kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol masalan kelib turib xarid etsanglar bo'ladi. Bu razmeri kichkina raqam. Eni 3,5, uzunluğu 4 metr. Ishi durishi 700 ming so'm bo'laradi. 12 aya bölsek 700'ünü 50 neçədən düşədi? 58 ming so'mdan düşədi ekan iş vəclərimiz. Sasaqlı gilam. Ayına 58 ming so'mdan to'lab yurasizlar. Agar 4 xona olaman desanglar, yana bir 200 ming so'm bilan düşüverasiz ekanda. Bu toza xo'jaliklar uchun bu. Agar yo'q, menga zo'rindan, yaxshisidan deydi Allah bo'ladigan bo'lsa, yaxshisi zo'rlaridan ham beraveramiz xudo xolasa. Assortimentlarimiz ko'p. Bu alış uchun nishatasizlar, dükanımıza kelasizlar. Nechkini olaman desanglar ham xudo xolasa hammasini chiroyli bahoda aytib qo'yibmiz sizlar.